Bir sutka davomida samolyotda ichida qolib ketishdi. 28-fevral kuni Oyijon bilan Adajon umra safaridan qaytishlari kerak edi. Lekin AQSh va Eronning urushi sabab Madinadan O'zbekistonga qarab chiqqan samolyot orqasiga qaytdi va ular bir sutka davomida samolyotda ichida qolib ketishdi. Lekin bir kundan keyin ularni Turkiya orqali O'zbekistonga eson-omon olib kelib qo'yishdi. Va biz shu sababli Erjonim, opajonim, Ovsijonim bilan birgalikda Toshkentdan Qashqadaryoga qarab yo'lga chiqdik. Bizning vazifamiz ular kelgunlaricha uylarni polniy uborka qilib turishimiz kerak edi. Akajon esa Toshkentda qoldilar, ya'ni Oyijon bilan Adajonni aeroportdan olib to'g'ri Qashqadaryoga olib kelish uchun. Oyijon bilan Adajon qaytganlaridan keyin Qashqadaryoda umra to'y qilishimiz kerak edi. Kechqurun soat 10 da yo'lga chiqdik va tong sahar soat 5-6 larda Qashqadaryoga kirib keldik va 3-4 soat damimizni olib, darrogina ishga tushib ketdik. Ko'rib turganingizdek, hamma uylarni tozalab, uborka qilib chiqdik, hovlilarni yo'q, derazalarni, hamma joyni artib, top-toza qilib qo'ydik. Bitta uyni tozalagan videoyim 10 minutli bo'lib ketdi va men uni arang 1 minutli 20 sekundli qilib montaj qilib oldim. Umra to'y nima bo'ldi, qanaqa o'tdi deganlar uchun keyingi videolarimda qolganini aytib beraman. Sahifamga obuna bo'lib qo'ying, ko'nglim ko'tariladi. Fursatdan foydalanib hamma ayol qizlarimizni kelayotgan 8-mart ayyomi bilan tabriklayman.